Bugun xudo xolasa quruvchilar bilan, ustalar bilan mijozlar o'rtasidagi bo'ladigan masalalar haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda bu juda ham dolzarb masala. Aksar uchraydigan narsalardan bittasi yaxshi ustani bir mijozga taklif qilamiz, mana shu odam bilan ishlaysiz, baraka topasiz deb mijoz tomonidan noto'g'ri ishlar boshlanadi. Pulini vaqtida berishmaydi, norozi bo'lib ketishadi ustalar. Yoki aksi bo'ladi ko'pincha. Yaxshi mijoz topamizda, pulini vaqtida beradigan, kamsuqum, sodda odamlar bo'ladi-da. Biron-bir usta bolalarni ularga taklif qilib yuborsak, usta bolalar sal nima qilib ketadi. Noto'g'ri ishlar qilib ketishadi. Chala-chulpa qilib, kechiktirib, ishlarni srokidan ancha muddatidan kechiktirib, o'sha masalalarni qanaqa qilib oldini olsa bo'ladi, nima qilishimiz kerak, yechim izlab yuribman-da anchadan beri. Juda ham qiyin masala, odam ichidagini hech kim bilmaydi-da. Men bilan hamma yaxshi muomala qilaveradi, mijoz ham, ustalar ham. Lekin ularni bir-biri bilan ro'baro qilib qo'yganingizdan keyin pul olib berdi-da, keyin hammani o'sha har xil turli yuzlar ochilishi boshlaydi-da. O'zi pul asosiy narsa. Insonni asliyatini ko'rsatib beradigan narsa. Men o'zim ham shunaqa deb o'ylayman. Keyin yana bitta aktual masalalardan bittasi Instagram sahifasi, profil yuritish. Hozirgi kunda hamma odamlar mana shu Instagram orqali, platforma orqali bir-birini topyapti, bir-biri bilan muloqot qilyapti va qisman bo'lsa ham qanaqa odamligini bilsa bo'ladi Instagram orqali. Men ko'p ustalarga, yaqin bilgan odamlarimga, yaxshi ustalarga albatta Telegram ochinglar, Instagram ochinglar deb tavsiya beraman-da. Nimaga? Chunki duch kelgan mijoz bilan gaplashaman-da. Ustalaringiz ham bormi deb so'raydi mendan. 100% odam mendan so'raydi, ishoninglar. Oldin keyin har bitta mijoz 100% mendan o'zingizda ham ustalar bormi, tanish ustalaringiz bormi deb mendan so'raydi. Boshqa usta bo'lsa ham o'zida. Baribir mendan ham bitta so'rab qo'yishadi. O'sha paytda falonchi bor, pismalonchi bor, ustalar bor deb aytsam, og'zaki Instagram profili bormi deyshadi. Tabiiyki, yaxshi ustalarni, men bilgan ko'p odamlarni Instagram profili bo'lmaydi. O'shaning uchun men ko'p aytamanki, profil ochish kerak ekan. Hozirgi kunda juda ham bu zaruriy masalalardan bittasi. Siz yaxshi ustamisiz? Nima sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, yaxshi professionalmisiz, mutaxassismisiz? O'zingizni ishingizda albatta Instagram profil ochinglar. Yaxshilab yuritinglar, professionalni yuritinglar va biron-bir odamlar bilan ishlaganingizda, muloqot qilganingizda albatta o'sha odamlarga tayyor ko'rsatasiz. Mana men ishlarim. Hozirgi kunda hech kim, mana xosatan ustalar tilidan gapiray, qilgan obyektlaringlarni biron-bir odamlarni olib bora olmaysizlar o'tga. Chunki u qilgan obyektinglarni u odamlar o'sha xonadon egalari o'tda istiqomat qilayotgan bo'ladi o'sha. Tabiiyki, siz begona klientni borib shunday uyingizni ko'rsatib, qilgan ishimni ko'rsatmoqchi edim desangiz, ko'pchilik rozi bo'lmaydi. Va shu bilan qolib ketadi u ish. Ko'rsata olmaysiz qilgan ishingizni. Ya'ni o'zingizni namoyon qila olmaysiz bu bilan. Eng yaxshisi nima? O'sha ishlayotgan paytingizda jarayonda boshi va oxirini bitta syomka qildirib qo'ysangiz va uni Instagram sahifangizga chiroyli qilib joylab qo'ysangiz, mana deb ko'rsatasiz. O'tda obunachilaringiz ko'p bo'lishi muhim emas. Sizni ko'p kuzatuvchilaringiz bo'lishi ham muhim emas. Muhimi o'sha sizda ijtimoiy tarmoqda portfoliyongiz bor bo'lib turishi. Ishlaringizni qilib ko'rsatasiz videosini. Mana bunaqa ishlar qilganmiz, mana bunaqa uslubda ishlar qilganmiz, mana bunaqa darajada ishlar qilganmiz deb bemalol sizlarda ko'rsatadigan o'zingizlarning yuzinglar bo'ladi. O'zi bir rejam bor, xudo xolasa, alohida bitta platforma qilish, ustalar bilan mijozlarni bir-biri bilan topishtirib qo'yadigan. Shu narsani ustida ishlayapman hozir. Telegram sahifasidami yoki Instagram sahifasidami bitta umumiy platforma qilamiz-da, o'shani ichiga boshlanishiga men o'zim tanigan eng yaxshi ustalarni o'sha yerga joylashtiramiz sahifaga. Va o'sha yerdan mijozlar o'ziga mos bo'lgan ustalarni qidirib topib olishadi. Ya'ni nima demoqchiman, eng yaxshilarini qo'yamiz. Va mijozlarga ham eng yaxshi mijozlarga taklif beramiz. Ya'ni boshlanishda biz relisi boshida, yo'nalishi boshida ozgina nima deydi, bir-biri bilan uchrashtirishga yordam berib yuboramiz-da, keyingisi o'sha avtomatizatsiyalashib ketadi yo'g'i. Masalan, sun'iy intellektlarni ishga solib qo'yamiz, o'zi avtomatik mijozlar bilan o'zi javob muomala qiladi, ustalarni o'zi javob muomala qiladi va ularni reytingiga qarab, kvalifikatsiyasiga qarab turib analitika qiladi. Mana shunaqa narsani o'ylab reja qilib turibmiz hozir. Men o'zim ham mana shu ishga qo'l urganimdan keyin ko'pchilik mendan portfolio so'rashni boshlaganda, men bu sohaga kirib yurgan paytlarimizda bunaqa Instagram, Telegram,
TikToklar, boshqa ijtimoiy tarmoqlar, platformalar bo'lmaganda biz har bitta ishlarimizni bitta albom qilib pechat qilib olib yurardik o'zimiz bilan. Qayerga borsak o'sha albomimiz o'zimiz bilan yurardi va ishlarimizni varroqlab ko'rsatardik. Smartfonlar, planshetlar ham bo'lmagan. Knopkali telefonlar bor payt edi. Nokialar, smartfonlar bor paytda yoki notebookda ko'tarib yurardik. Ko'pchilik taqdir deb yozdi, to'g'ri, taqdir ham masalasi. Odamni ichidagi odam bilmaydi toki u bilan muomala qilib pul oldi berdi qilmaguncha. Lekin undan oldin bo'ladigan yechimlarni baribir o'ylab topsa bo'ladi. Sabablarini qilishimiz kerak. Maksimal darajada shunga buyurilganmiz. Xatolarni, kamchiliklarni ko'rib chiqish kerak edi, analitika qilish kerak, monitoring qilish kerak. Nimada xato ketyapti? Do'g'rida qaysi qismlarda xato ketyapti? Balkim yuzaki do'g'ri bo'layotgandir. Og'zaki shunchaki yana qo'l bola qog'ozdagi bundan ruchkada yozib bir-biri bilan odamni shartnoma tuzayotgandir. Balkim o'sha shartnomalarni rasmiylashtirish kerakdir balkim. Mana shu masalalarni ham ko'p chiqishimiz kerak. Lekin bizni 96-yildan keyin ustachilik qilishni boshlaganmiz. 6-sinfimdan keyin odamlarning uyiga naqsh chizardik. Naqsh moda bo'lgan payt edi o'sha paytlarda. Novoli shiftlar, argaretli shiftlar bo'lardi. Hovuzli shiftlar, o'sha yerlarda biz naqsh chizardik odamlarning xonadoniga. O'sha paytda ustachilikni darajasi juda ham yuqori edi. Juda ham yuqori edi. Biz mana bir xillarga aytsam kuladi, qanaqasiga biz ish boshlasak, obyektlarimizda qo'y so'yishardi ish boshlashdan oldin. Va o'sha qo'y go'shtidan to obyekt bitguncha bizga ovqat taom pishirib berishardi. Bu haqida ham video qo'yganman. Uni ostida bir xil odamlar qaysi zamonda bo'lgan ekan unaqa narsa, kim oyog'ini tagiga qo'y so'ygan ekan deydi. Lekin biz shuni guvohi bo'lganmiz. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rib o'sha taomlardan yeganman. Masalan, agar hozir unaqa bo'lmagan desam, meni ertaga qiyomatda tillarim o'zimga qarshi guvohlik beradi-da, yegan eding-ku deb. Biz yeganmiz. Men adam bilan ustachilik qilib yurganmiz, qurilishda yurgan paytimda ham adamlar ham bitta obyektni boshlayotganlarida uy egasi o'sha xonadonda qo'y so'yardi. Va uy egasini o'zi ovqat pishirib berardi. Obyektda, peshinda. Yo osh, yo dimlama bu narsalar bo'lardi, lekin kechki ovqatga yengilroq narsa bo'lardi. Shunaqa zamonlarni ham ko'rdikda, lekin hozir aksi uni. Hozir prorab degan tushunchalar paydo bo'ldi. Prorab degan odamlar ustalarning ustida bosh bo'lib qoldi va ular ovqatlarni nima deydi, kunbay gaplashishadi. Mana shu narsa ham biroz meni g'ashimga tegadi lekin. Biroz. Chunki usta yaxshi ovqat yemasa, ish sifatli bo'lmaydi deb o'ylayman. O'zim ustachilik qilib ko'rganim uchun. Usta odam yaxshi yesa, yaxshi ish paydo bo'ladi-da. Biz soat 12 bo'lishini poylab turardik-da, qornimiz ochib ketsa, ishlolmas edik, o'tirardik, sana u yoqqa bu yoqqa o'zimizdan tashab. Og'ir tabiiyki, qurilishda ham xuddi shunaqa, og'ir ishda, fundament quyish, g'isht terishdaki, bu yaxshi emasa, u e'zozlash kerak deb o'ylayman ustani. Chunki men o'zim ustachilikdan chiqqanimga ko'proq ustalarga yon bosaman. Maksimum. Men mijozlarim ham aytishadi, ustalarga ham har yon bosavermang, ularda ham xato bo'ladi deydi, lekin baribir bilmayman, qalbim shunaqa. O'zim chunki shundan chiqqan odamman. Hozir mana bizning zamon bilan hozirgi zamonni yana bir joyni solishtiraman. Oldin qishda qurilish bo'lmas edi. Bizning paytda qishda qurilishlar sezoni taqa to'xtirdi. Hozir yil 12 oy hamma masalada qurilish bo'lyapti. Xoh u malyarka bo'lsin, xoh u fundament masalasi bo'lsin. Odamlar qishda ham fundament qazib beton quyapti hozirgi kunda. Ayozli qishda. Ya'ni texnologiyalar rivojlanib ketdi. Endi shunaqa masalalar bo'lib turgandan keyin yeb-ichmoq masalalari juda ham jiddiy masala. Jiddiy qarash kerak deb o'ylayman. Ya'ni pul qisish kerak emas. Qanchalik ustalardan pul qissa odam yoki qurilish materialidan pul qissa, uni imorati ko'ngilligidek chiqmaydi, baribir bebaraka bitadi. Men ustozim ko'p qaytarardilar, baraka bo'lish kerak qurilishda dedilar. Hayron bo'lardim, u payt yosh bo'lganman, tushunmasdim. Qurilishda qanaqasiga baraka bo'lishi mumkin yoki barakasizlik bo'lishi mumkin. Narsalar kelib tursa o'zi shundoq bitaveradi-ku imorat degan tushuncha bo'lardi, lekin aslida endi mana hozir tushunib yetaman bu narsani. Mana odamlarni kuzataman-da, mana shu investorlar, boy odamlar bilan ishlaymiz, biznesmenlar bilan ishlaymiz. O'zligiga eng yaxshi sifatli mashinalarni borib tanlashadi, chertib tanlashadi. Nimaga buni tanlayverasiz? O'zi yaxshi mashinalar ko'rinib turibdi, narxidan bilinyapti desa, komfortim uchun, sifatim uchun olaman deydi.
yoki butikka borib kiyim olishadi. Qimmat kiyimlarni tanlab luk qilib olishadi tag'in. Va lekin qurilish qilayotganda arzonroq bo'lsin, ustalar qimmat bo'lib ketmasin, bezeklari bir ikkita joylari qimmat bo'lib ketmasin, texnikalar qimmat bo'lib ketmasin deyshadi. Mana shu narsalarga ham ajablanaman-da, odamlar kiyim uchun, mashina uchun, yurish-turish uchun, ovqat uchun ayamaydi, lekin yashash uchun bo'layotgan narsasiga, yashash tarziga, uyi, bino, tomi ayashadi pul. Mana shu narsa ham o'ylantiradigan narsalardan bittasida. Mana shu masalalarda ham juda ham ko'p odamlar bilan hozir spor, bahsga boraman. Siz deydi, nimaga anaqa deydi? Nimaga qimmat narsa olishim kerak uyimga deydi. Mashinaning qimmatini olsiz-ku, komfortingiz uchun, to'g'rimi deyman? Xavfsizligingiz uchun deyman. Ha deydi. Uy ham xuddi shunaqa-ku deyman. Paypa almashtirganda boshqa uy qurib olaman yana demaysiz-ku, sizdan keyin farzandlaringiz yashaydi, oila bola chaqangiz, avlod ajdodingiz mana shu bobom menga mustahkam uy qurib ketgan, mana poydevori baquvvat deb aytish kerakmi? Yo'q, unaqa emasmi deyman-da. Yo'q, bizda ham bor shunaqa odamlar, yaxshisidan qilinglar, yaxshi narsa foydalaninglar, ayamanglar, mustahkam bo'lsin deyshadi. No, ozchilik unaqalar, oz. Aksar odamlar imminni uyga kelganda pul ayashni boshlashadi. Oddiy texnikadan pul ayashadi. Mayli fundament, dekorlar, mayli uni qo'yib turinglar bu chekkaga. Uyga eng kerakli bo'lgan anjomlardan bittasi o'sha havo aylantirish tizimi, isitish, sovutish tizimlari masalasi. Mana shunaqa tizimli narsalarda ham pul ayashadi. G'ishtdan tejashligiga ham mayli sal bo'lsa ham odam chidaydi. Lekin asosiy texnologik tomonlariga chidashga sal og'irlik qiladi. Mana masalan, bitta usta bitta obyektga boradi, u yerda obmer qiladi. Usta bilan, uy egasi bilan mijoz bilan kelishadi. Ana o'sha kelishuv asosi, asnovasi qanaqa bo'lishi kerak? Shu kelishuv asnovasi og'zaki bo'lishi kerakmi yoki rasmiyatchilik bo'lishi kerakmi? Qog'oz, pechat bo'lishi kerakmi? Lekin shunaqa bo'lgan joylarni ham ko'rganman. O'sha yerda ham ko'p xatolar bo'lgan. Qog'oz, pechat, firminniy blankalar bilan boradigan ustalarimiz bor-da. O'shalar ham даже nima qolishadi, kuyib qolishadi. Pulimizni vaqtida berishmayapti, sud qilib bir-birini anaqa yuradi, ustidan yozib yuradi. Advokat yollab, boshqa qilib. Bir xil mijozlarimdan ham taklif tushadi. Aytishadiki, ish vaqtida topshirilmagan ustalarga jarima ham qilamiz deydi. Jarima qo'llashni targ'ib qilish kerak deydi. Vaqtida topshirmasa, masalan $10,000 bitta obyektga kelishsa, quruvchi srokini gaplashadi. Masalan, 3 oyda bitiramiz deydi, masalan, fundamentdan to tom yopgungacha. 3 oy, 4 oy deylik, taxminan. O'sha 5 oyga qarab o'tib ketib qolsa, pulidan minus qilib olish kerakmi yoki u yonidan pul to'lash kerakmi degan masalalarni ham ko'tarishadi. Bu tomonlari ham bor. Eng yaxshi ustalar bilan yaxshi mijozlarni bir-biri bilan ro'baro qilib qo'yadigan platforma kerak hozirgi kunda bizga. Mana shu narsani hozir ustida bosh qotiryapman. Boshlanishiga mana o'zim bilganlarimni joylashni boshlayman. O'zim bilgan yaxshi mijozlar bilan, o'zim bilgan yaxshi ustalarni o'sha platformaga joylab, keyin menga o'xshagan boshqa me'morlarni, arxitektorlarni o'tga qo'shamiz. Ular ham o'zi bilgan yaxshi ustalarni qo'shibdi, ular ham o'zi bilgan yaxshi mijozlarni qo'shadi. Mana shunaqa qilib platforma kattalashadi. Bitta butun katta oila paydo bo'ladi. Oila, mijozlar bilan ustalarning oilasi. Hamma o'sha yerda bir-biri bilan chiqishib, topishib, bir-biri bilan ishlab, muzokara, munozara qilaveradi. Va o'ylaymanki, natija bizni hozir o'ylayotgandan to'g'ri 100% zo'r bo'lib ketmaydi, ideal bo'lmaydi, lekin ya'ni ko'p aldanib qolishlar, ko'p bir-biridan norozi bo'lib qolishlar kamayadi, 20%. 50% prognoz qo'ya olmayman. 30%, 20% o'rtacha. Chunki baribir hammani barobar kontrol qilib bo'lmaydi. Hammani barobar boshqarib bo'lmaydi bu masalada. Chunki aytayapman, bu pul masalasida hech kimni qanaqaligini oldindan bir prognoz qila olmaysiz-da. Masalan, yana bitta minus tomoni bor, hamma plus bo'lgani kabi. Mana shu yaxshi ustalar bilan yaxshi mijozlarni kelishtirib qo'ygan taqdirimizda ham ular bir-biri bilan chiqib ketadi. Lekin keyingi etapda yana boshqa mijoz bilan, yaxshi mijoz bilan bu usta chiqisha olmay qolishi mumkin. Qanaqadir ma'noda, qanaqadir jihati baribir insonni bir-biriga to'g'ri kelmaydigan jihatlari bo'ladi. Xuddi elektr tok plus minus kabi.
Mani o'zimda ham ko'p bo'ladi-da, masalan, bir xil mijoz oldimga keladi-da, yangi mijoz. Falon dizayner bilan ishlab ko'rdim, ishlari menga yoqmadi, vaqtida qilib bermas ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb noliydi-da. Keyin o'sha dizayner u meni tanishim bo'lib chiqadi. Men undan keyin so'rayman, "Men mijoz haqida nima deysan?" desam, "Ha, unaqa ekan, bunaqa ekan, mijg'u ekan, falon tugun" deyshadi. Lekin u men bilan chiqishib ketadi. Mana shunaqa narsa-da, ko'ryapsizmi? Usta masalasida ham xuddi shunaqa. Master Hafizbek aka, nega bizda bijir yaltir yultir modada aytyapsiz, to'g'ri aytyapsiz. Bu narsani asl sababi bu bizani sohadosh odamlarimizga ham bog'liq deb o'ylayman. Xosatan dizaynerlarga. Dizaynerlar o'zini ustida ishlamayapti, o'zini ustida ilmiy darajasini ko'tarish uchun biron bir harakat qilayotgani yo'q. Ko'pchilik shablonchi bo'lib ketgan. Men o'zim katta dizaynerlarni jamoasidaman-da. Juda ham ko'p odamlar bilan muloqot qilaman, dizaynerlarning ishini ko'raman. Aksari shablonchi bo'lib qolganda, ya'ni nima qilaman deydi, mana shuni odamlar hazm qilibdi-ku degan tushuncha bor-da ularda. Mana shu aliga qilib bergan ishini valiga ham kopiya qilib beraveradi. Ular ham nima ko'radi-da, ha, buni dizayner qilib beryapti, demak shu narsani to'g'ri deb biladi-da odamlar ham. Odamlarda ham shunaqa tushuncha bor, dizayner odam to'g'ri narsani targ'ib qiladi degan tushuncha ham bor va u har doim ham to'g'ri mexanizmda ishlayvermaydi. Dizayn sohasini, qurilish sohasini rivojlantiruvchi bitta richakmiz-da biz. Richak vazifasini bajaramiz biz. Men shunaqa deb o'ylayman, o'z aslida ham shunaqa. Me'morlar rivojlanish tomonga buradigan richak hisoblanadi. Mana Instagramda ham juda ko'payib ketgan, lentamda rosa ko'p chiqadi, yosh yigitlar $10 skidka bo'lib ketdi, dizayn qilib beramiz deydi-da. Keyin bundoq sahifasiga kirib, bundoq varra olasam, 100 ta ish qo'ygan bo'lsa, 100 tasi bir-biriga o'xshaydigan ishlar. Sal etbeti rangi sal ochroq to'qroq bo'ladi xolos. Lekin kvadrat metrni yozib qo'yadi, deydi, kvadrat metri turlicha bo'ladi. Har xil kvadrat metr. Ya'ni demak, bilamanki, u o'sha shablon qilib keturadi. Ko'chirib keturadi. Chunki odamlar ham to'ydi, yonidagi qo'shnisi, butun mahalla bir xil uy bo'lsa. Butun mahallaning tomi bir xil, butun mahallaning fasadini rangi bir xil. Dizayni ham bir xil. O'sha odamlar ham ancha tushunib qoldi bu narsalarni. O'sha o'ylab, boshqacharoq narsa qilib bering, yengilroq narsa bo'lsin. To'ydi, o'sha 3-uchastkamiz bu deyshadi bir xil klientlar kelib. O'sha aytolmadi, neoklassik uslubdan o'sha ko'ngil ozdi-da, hammaning ishi bir xil neoklassik. O'sha seriy devorda orasida tiyagi, o'rtada televizionni zonaga mramorniy bitta doska va uning orqasida bitta dekorativniy 3D panel gipsdan yasalgan. Bo'ldi. O'sha hammani bir xil aylanaveradi. Uni animatsiyalar qilib, tanchiroqlarni qilib, podachalar qilishadi. Travertinni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Ayniqsa jiddiy travertin. Savoli. Xitoydan, Yevropadan juda ko'p narsalar kirishib boshladi bizga ham. Bozor kengayib ketdi oldindan ancha. O'zimizda ham ancha-muncha mahsulotlar hozir ishlab chiqarilyapti ichki bozorda. Kafillarni zo'rlari ham hozir o'zimizda ham topilyapti bemalol. O'zimizda chiqqan O'zbekistonning kafili. Mana yuqorida ham yana ta'kidladim, yana qaytaryapman yangi kirayotgan odamlarga. Albatta Instagram profil ochinglar, usta bo'lsanglar, quruvchi bo'lsanglar, nima sohada bo'lsanglar ham Instagram profil ochib, chiroyli qilib yuritinglar. Akkuratni, professionalni yuritinglar. Professionalni yuritaman desanglar, juda ham ko'p qo'llanmalar bor. O'sha qo'llanmalardan foydalanib, chiroyli qilib nima qilinglar? Taqdimot qilinglar ishlaringlarni. Hozirgi kunda hamma Instagramdan bir-birini tomosha qilyapti ishini. Mana oldimga ham keladigan har bitta klientim Instagramga bormi ustalarni deydi. Yaxshi usta bo'lsangiz, o'zingizni bilsangiz, mutaxassisligingizni bilsangiz, shu sohada professionalligingizni odamlarga namoyish qilishni boshlang, bugundan boshlang. Ijtimoiy psixologiya degan narsa bor. Ijtimoiy psixologiya bu nima desa, inson ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatini yorqin qilish kerak. Yorqin degani ochiq, oydin qilish kerak. Ya'ni bunda ko'rgan odam sizni tanish kerak. Ko'p ustalar bilan, prorablar bilan muloqot qilaman-da, menga telegramingizni bering deyman. Ustalarga nomerini olaman, masalan, muloqot qilgan jarayonimda telegramini olaman va u odamlar bilan telegramdan muloqot qilishni boshlaymiz biz. Va men uni telegramni keyin klientga tashlayman. Bundoq qarasangizchi ismiga tochka qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Ismi yo'q, tochka, rasmi ham yo'q, u ham hech nima yo'q bo'ladi, hech qanaqa informatsiya yo'q. Mana shu ijtimoiy saviya degani ham mana shu narsa. Usta bo'lsangiz ham, nima siz mijozlar bilan ishlayapsizmi? Siz ijtimoiy tarmoqdagi sahifangiz, sizning pasportingiz hisoblanadi, sizning kimligingizni bildirib turadigan hozirgi kunda.
siz mijozga o'zingiz haqingizda biron bir ma'lumotni yozganingizda, albatta sizni ijtimoiy sahifangiz juda ham chiroyli sozlab qo'yilgan bo'lishi kerak-da. Ko'rgan odam sizni yuzingizni ko'rish kerak kimligingizni. Yuz bu ishonchni bildiradi. Ijtimoiy sahifangizda yuzingiz rasmi bo'lishi, chiroyli yuzingiz rasmi bo'lishi o'sha insonga, siz bilan ishlamoqchi bo'lgan odamga signal, birinchi signal bo'ladi. Ishonch, birinchi signal. Keyingisi ismi sharifingiz to'liq yozilgan bo'lishi kerak, chiroyli qilib. Uni tagida o'zingiz haqingizda biron bir ma'lumot yozing. Kimsiz? O'shani yozib qo'ying. Mana bu birinchi qadam hisoblanadi odamlarga siz haqingizda ishonch orttirishiga. Bu xafa bo'lmaydi, aylanib o'tib bo'lmaydi. Bu hozirgi kunda talab shunaqa bo'lib qoldi. Hozirgi kunda talabi bu. Undan oshib o'tib keta olmaymiz. Men o'zim ham majbur bo'laman shunaqa narsa qilishga. O'zi ilgaridan o'zi yoqtirmasdim rasm qo'yishi yoki o'zimni har xil joylarda namoyish qilishi, lekin zamonning talabi, men odamlar bilan, mijozlar bilan ishlayapmanmi? Albatta mening bilan muloqot qilayotgan odam, birinchi odamda shunaqa tuyg'u paydo bo'lishi kerak. Ha, bu demak ishonchli odam ekan. Yuzimni rasmini qo'yib qo'yganman, chiroyli qilib to'g'ridan olingan rasmimni va ism sharifimni chiroyli qilib yozib qo'yganman. Nomerim ochiq turadi har doim va o'zim haqimda 2 qator so'z yozib qo'yganman kimligimni bildirish uchun. Eng kamida o'sha necha yillik tajribam borligini yozib qo'yganman. Me'morchilik bo'yicha masalan 19 yillik tajribam bor deb yozib qo'yaman. O'shani o'zi ham odamga nisbatan ishonch paydo qiladi, mijozlarga nisbatan. Mana shu narsadan juda ham ko'p qiynalaman va bu narsani juda ham ko'p insonlarga tushuntirib, ta'kidlayverib, hafsalaman pir bo'lib qoladi vaqt kelsa. Chunki hozirgi kunda har bitta odam, ayniqsa mijozlar psixolog bo'lib ketgan, ishoninglar. Mana dunyo ko'ryapti odamlar, chet ellarga boryapti, investorlar bilan muloqot qiladi, 100 talab, 150 talab odamlarni boshqaradi, u odamlar, biznesmenlar. Bizlar bilan ishlayotgan mijozlar, o'sha uy qurayotgan, mehmonxona qurayotgan, ko'p qavatli dom qurayotgan odamlar, investorlar ular 100 talab, 200 talab odam boshqaradi, ular. Ularda psixologik analitika juda ham yuqori turadi bizdan ko'ra. Bitta ko'rganda, siz bilan muloqot qilganda qanaqa insonligingizni bilib bo'ladi o'sha. Tabiiyki, endi bu narsani mukammallashtirib qo'yish kerak-da, o'shalarga moslanish, o'shalarga qarab moslashishimiz kerak deb hisoblayman. Sizning ishingiz oddiy ish bo'lsa ham, masalan, kafilchi bo'lsangiz ham, o'zi kafilchilik oddiy ish emas-ku, uzr, kafilchi bo'lsangiz ham, siz haqingizda, siz mijozga nomeringizni berganingizda, u sizga Telegramdan narsa jo'natganda, nuq qaraganda ishonch signali bo'lishi kerak miyasida. Chingitib. U ishonch signali nima? Sizni ijtimoiy sahifangiz, Telegramingizmi, Instagramingizmi, Facebookingizmi akkuratness nima qilingan bo'lishi, sozlab qo'yilgan bo'lishi kerak. O'sha rasmingiz, yuzingiz aniq, mana studiyani olingan bo'lmasa ham, o'zingiz telefoningizni shunday olib turib, to'g'ridan bir tabassum qilib tushsangiz, keyin ismingizni to'liq yozib qo'ysangiz, sizga siz kimgadir yozganingizda ismingiz bilan chaqiradi keyin. Bir xil Telegram kanallarda nimadir so'rab yozaman-da, men bunaqa narsa kerak, biron bir murojaat bilan chiqaman-da. 100 talik, 100 mingtalik, 2 mingtalik kanallarda. Menga keyin lichkamga yozishadi-da, shu ustalar, boshqalar, aka nima xizmat, nima qilib berish kerak deb. Unda profilga kirsangiz, o'sha hech qanaqa ma'lumot yo'q-da, nol turadi hamma narsasi. Nomi ham yo'q, rasmi ham yo'q. Aka, kimni murojaat qilaysiz sizga deyman, qiynalib ketaman-da, u odam bilan obdon tanishib olishim kerak bo'ladi. Ismingiz nima, kim deb murojaat qiling, ko'chada ko'rganda qanaqa taniyman sizni, qayerda turibsiz deyotganimda ham, unda borganimda tanib olishim uchun ham misol anaqa kerak-da. Boshlang'ich zina kerak, nima deydi, poydevor kerak. Boshlang'ich. Va bu narsa hozirgi kunda zamoni talabi, to'g'ri tushuninglar. Mana shu narsalarga qattiq e'tibor berishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Va bu narsani jiddiy deb qarayman. O'zi bir ishni mutaxassisi bo'lgan odam eng kichkina ishlarga ham jiddiy qaraydigan odam hisoblanadi. Bitta qaysidir anaqa maqola bor-ku, eng kichkina ishlarga ham mas'uliyat bilan yondoshish omadni va baxtni kalitidir deydi. Mana shu narsa ham kichkina narsaga mas'uliyat bilan qarashga kiradi o'z aslida. Odamni masalan ko'z ilg'amasligi mumkin, oddiy narsa-ku deyishi mumkin, lekin bu o'sha sizni har bitta ishga yondashishingizni bildiradi. Ya'ni bu ham bitta psixologiya, ko'rgan odam bundoq qarab, ha bu demak ishini haqiqatan mutaxassisi ekanligiga dalil bo'ladi. Men o'zimda ham ochiqni aytaman, shunaqa rasm yo'q,
nomi yozilmagan profillar bilan gaplashgim kelmaydi. Menga gaplar yozishadi, iliq so'zlar yozishadi yoki biron bir ish masalasida yozishadi. Bunda qaraganimda hech narsa ma'lumot bo'lmasa, u odam haqida erish tuyuladi yozish. Mayli masalan yuz rasmini qo'yishga hijolat bo'ladigan bo'lsangiz, uyalsangiz yoki taqvo qilsangiz, o'sha firmangiz logotipini qo'yib qo'ying. O'sha firma qilib nom oching deb bitta logotip yasab olingda ChatGPT'da. Yoki ikkita ismi sharifingizni bosh harfini qo'yib, bundoq qora fonga qo'yib, tagiga ismingizni yozib qo'yib, o'shani rasm qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni baribir bu ham siz haqingizda ma'lumotda ism sharifingiz bo'lib turishi, ochiq oydin bo'lib turishi. Keyin o'sha har bitta mijoz bilan ishlayotganda ustalar psixologik analitikaga e'tibor berishinglarni so'ragan bo'lardim. Masalan, yaxshi mijoz siz bilan pul oldi berdi masalasida boshidan signal beradi. Yaxshi odamlar boshidan. O'sha avans masalasida sizga birinchi kunning o'zida gaplashib, do'g'ri qilib olib, sizni birinchi kundan dasturxonga o'ralgan ozgina pul bersa qo'lingizga, "Men buni olib turing, boshlanishiga" deb bersa, ana o'sha birinchi signal hisoblanadi. Bu men o'zimni tajribam davomida o'tkazib kelgan analitikam hisoblanadi. Mana shu boshidan yaxshi pul masalasida siz bilan og'rinmaydigan odam, o'sha odam kelajakda ham yaxshi inson bo'lib chiqadi. Men buni hayotimda tajribamda juda ham ko'p ko'rganman. Boshidan pul qisyaptimi, ozgina yoki 1-2 kundan keyin beraman, sizlar opaka boshlab turuvinglar deydi-yu, mana bu negativ signal. Mana shu tomonga ham e'tibor berish kerak. Pul masalasida yumshoqlik odam, pul masalasida yumshoq tabiat odam, og'rinmaydigan odamlar ana o'shalar yaxshi mijozlar hisoblanadi. Mana bu birinchi alomati mijozni. Va ustani yaxshi tomoni. Ustani yaxshisini qanaqa topamiz deyilsa, eng yaxshi usta anjomlari o'zi bilan yonida yuradigan bo'ladi birinchisi. Ikkinchisi o'sha ijtimoiy sahifasida professional nimalar joylangan bo'ladi, portfolio joylangan bo'ladi. Mana bu hozirgi kunda talabi. Mayli videolaringizni qo'l bola qilib overing, lekin o'sha sahifangizda chiroyli aniqingiz bo'lishi kerak. Siz haqingizda ma'lumot bo'lishi kerak, aniq ma'lumot bo'lishi kerak. Iloji boricha klientlarda yaxshi taassurot qoldirishimiz kerak-da. Yaqinlaringizga, tanishlaringizga, usta tanishlaringizga mash hozirgi eshitgan masalalaringizni gapirib beringlar. Ya'ni profil ochsin, o'zlik haqida ma'lumot bo'lsin. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoq bo'lib qoldi. Hamma narsani gapiradigan odam. Shunaqa odamlar bilan gaplashdim. Nechta podpischingizga qarab siz bilan muomala qilyapti. Mijozlar. Hayron qoldim. Podpischingizga qarab muomala qilyapti. Siz ishingizga qarayotgani yo'q bir xil odamlar. Bir ikkita xonadonlarga boryapman. Madera Towerga, bir ikkita joylarga, obyektlarga bordim-da, klientlar chaqiruvdi. Borsam begona klient cheres chiqqanda, endi meni boshqa odam tavsiya qilib o'rgan o'rtog'iga. Borib borganimda xotin turishibdi, gaplashib, keyin xotinim mendan so'rayapti, Instagram profilingiz bormi deyapti-da. Ha, bor desam, nechta podpischingiz bor deyapti-da. Endi bilmasam, kirib ko'rib olarsiz o'zingizlar dedim. Keyin qanaqa topinglar dedi. Anaqaga yozib berdim. Kichkina anaqaga. Zametga yozib berdim profilimni. Kirib ko'rib olarsizlar. Unda ko'p emas, bilmayman dedim. Mana shunaqa bo'lib ketgan odamlar. Bu birinchisi emas, juda ham ko'p bo'lgan bunday holatlar. Men bitta misolida gapirib beraman sizlarga. Keyin yana ikkinchi masala, eslatma bu ham do'g'ri qilinayotgan paytda albatta bir varroq qog'oz bilan Word faylda yozilgan siz haqingizda, siz ishingiz turiga nimalar kiradi, hamma ishingizni tafsilotlarini qog'ozga pechat ko'rinishida olib boring. Qo'lda yozmang hech qachon. Pechat qilib yozilgan, shtampoviy shartnomalar har doim u ham bitta plyusga ishlaydi. Siz haqingizda u ham yana ikkinchi ishonch signalini beradi. Birinchisi profilingiz edi, ikkinchisi bitta ijtimoiy tarmoq sahifangiz edi, uchinchisi bu bo'ldi mana. Uchinchisi shartnoma qog'ozingiz ofitsialniy tarzda tuzilgan bo'lsa, mayli uni tagida OOO bunasa firmaning nomi bo'lmasa ham, MTJ bo'lmasa ham, chiroyli oq qog'ozga Word faylda yozilgan, kompyuterda yozilgan, uni keyin pechat qilingan holati bo'lsin. Ikkita nusxa bo'lsin, bittasi o'zingizda qoladigan, bittasi mijozda qoladigan qilib, chiroyli qilib uni yonida tagiga qo'l qo'yib, shartnomalarda shu shartnomaga siz nima talablaringiz bor, o'shalarni bildirib keting. Nima talablaringiz bor? Mijoz tomonidan bo'linadigan narsa, masalan, obyektingizni qilib beradimi, 3 mahalmi, 2 mahalmi, 4 mahalmi masalan,
qurol anjom bilan ta'minlaydi. O'zingizda nima qurol anjomlar bor, hammasini chiroyli qilib bitta qog'ozga monitoring qilib, bir varroq qog'oz yetadi. Siz chiroyli bitta qog'ozga pechat qilib, o'zingiz yozasizmi, birovga yozatirasizmi, tayyor qilib olib borsangiz, mijoz oldida keyin do'g'ir qotgan paytingizda stol ustiga o'shani qo'ysangiz, bu ham ijobiy signal bo'lishni boshlaydi. Sizning mutaxassisligingizni bildiradi bu ham. Keyin yana bitta masala, bu ham yana ustakalarimizga tegishli narsa. Albatta, uniforma qildirib qo'yilibdi, uniforma. Mana shu uniforma ham sizlarni qay darajadaliginglarni bildiradi, ishga yondashuvinglarni. Aytmoqchiman, bu hammasi o'shanga taqiladi. Ishga bo'lgan yondashuvingiz, har bitta ishga bo'lgan yondashuvingiz sizni qanaqa darajadagi insonligingizni bildiradi, ustaligingizni bildiradi. Mana shu narsaga ham e'tibor bersanglar, agar melish tuyuladi, lekin bu sizlarni kelajagingizda o'sha insonlar bilan muloqot bo'layotgan paytda sizlarni hurmat qilishligiga olib keladi. Sizlar bilan pul oldi berdi bo'layotganda ham jiddiyroq yondashadi keyin. U ham unaqa qimmat turmaydi. Hozir mana anaqalar ko'payib ketdi-yu, trikotajlar, tekstillar. 5 ta 6 ta uniforma tiktirib qo'ysanglar, bitta standart o'lchamda, liboy kelgan o'zingizlar bilan birga kelgan usta sheriklarga, quruvchilarga kiydirib qo'yasizlar, maza qilib ishlashaveradi. Masalan, ozgina mablag' ajratilsa, ozgina investitsiya qilib qo'ysanglar, topayotgan pulinglardan, foydanglardan ozgina investitsiya qilib qo'ysanglar, bu ham sizlarning ishingizga baraka kiritadi. Va bu mana sekin-sekin insonlarning ma'naviy anaqasi oshadi, saviyasi. Qurilishdagi bo'lgan saviyasi oshadi. Boshqa quruvchilar sizdan ko'ra ibrat oladi, undan ko'ra mijozlar ham ibrat olishni boshlaydi. Yomon bo'lmaydi. Bilgan narsalariimizdek, bu mana hozirgi kunda mashinasidan ichida yurimiz, odamlar ham juda ham talabchan bo'lib ketgan va juda ham shustri bo'lib ketgan, o'zcha aytganda. Siz qanchalik to'g'ri ishlashga harakat qilsangiz, sizdan narigi odam shunchalik sizni ustingizda noto'g'ri ishlashga harakat qilishga urinishadi. Shunaqa, bu dunyo kurash ustiga qurilgan, hamma bir-biri bilan kurashib yashaydi. Va ana o'sha kurash oqibatidan sivilizatsion rivojlanish bo'ladi. Siz o'zingiz ustida ishlab, o'zingiz ustida ishlaysiz, yuqorilaysiz. Sizdan o'taman deb boshqasi harakat qiladi, ya'ni yuqorilaydi. Mana shunaqa qilib mexanizm tepaga qarab ko'tarilib boradi. Ya'ni bu odamlar kurashshi oqibatida o'zi bilmagan holda rivojlanishga hissa qo'shib qo'ygan bo'ladi. Yana mavzularimiz bor, gaplashamiz. Xohlasa sog' salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ishingizga Alloh baraka bersin. Rahmat.